Amir avtosavdoda polniy navrotchini Spark mashinasi kelib qoldi. 2015-yil 148 ming kilometr masofani bosib o'tgan, ikkinchi pozitsiya mexanikasi bo'ladi. O'qinglar, mashinaning kraskalari top-toza, tepasi qimmat ledlar qo'yilgan. Vossen diska 4 ta yangi archa bo'lganligicha ham qilib qo'yishibdi. Tomlar qoraytirilgan, tonirovka ruxsatnomalari bor. Polniy shumkaligicha ham qilib qo'yishibdi. Xullas, o'qinglar, mashina ham minishga tayyor. Mesrol, xo'p, Mercedes deflektori yangicha tabloli qilingan. Mashinaga qimmat chexol, ko'ri polli solingan. Dashi Mer so'g'at. Video registrator mashinaga putlagicha ham ustunovka qilingan o'qinglar. Orqa tomondan ko'rsatib chiqsam, xo'p, panas stoplar qo'yilgan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Kraskalar top-toza, ko'zlardan ham qirilgan, shilingan jo'tlari ham yo'q. Akamiz bilan narxini sizlar mazza qilib berishing uchun $6,100 qo'yamiz. $6,100 ga 2015-yil 148 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor ikkinchi pozitsiya mexanika Spark mashinasi. Navrotiga ham $1,000 oshirroq sarf qilingan ekan. Bemalol telefon qilib barik qilishingiz mumkin.